Davleniyasi, ya'ni qon bosimi yuqori yuradigan insonlarga bir necha tavsiyalarimiz bor. Birinchisi, yeyotgan ovqatingizdagi tuzli miqdorini nazorat qiling. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bergan tavsiyalarga ko'ra, inson bir kunda 5 grammdan ortiq tuz iste'mol qilmasligi kerak. Bu osh tuzi albatta. Bunga kirib ketadi ovqatingizdagi tuzlar, nondagi va boshqa salatdagi hammasi kirishi kerak. Nima uchun tuzni cheklash kerak? Tuz o'zi bilan ko'p miqdorda suvni ushlab qoladi va bu o'z-o'zidan qonni hajmini ko'paytirib yuboradi. Qon hajmi ko'paygandan keyin qon bosimi oshishiga olib keladi. Ikkinchi tavsiyamiz bu ovqatlanish rejimiga e'tibor berish. Biz qancha ko'p yog'lik, ayniqsa hayvon yog'larini iste'mol qiladigan bo'lsak, qancha ko'p uglevodlarni, ya'ni non mahsulotlarini, un mahsulotlarini iste'mol qiladigan bo'lsak, bular bizning organizmimizda jigar, qon tomirlarga cho'kib, ateroskleroz kasalligini keltirib chiqaradi va qon tomirlar doirasini toraytiradi va qon bosimini oshishiga olib keladi. Uchinchisi bu kam harakatlilik. Kam harakat bo'lganimizda qon yaxshi aylanmaydi, qon quyuqlashishni boshlaydi va qon bosimi oshishni boshlaydi. Keyingi tavsiyamiz bu tana vazni yuqori bo'lishi. Agar sizda 10 kg ortiqcha tana vazni bo'lsa, sizda qon bosimi 10 mm simab ustuniga ko'tarilish ehtimoli 2 barobar oshadi. 20 kg oshiqcha tana vazningiz bo'lsa, 20 mm simab ustunidagi ko'tarilishi 2 barobar ehtimoli oshib ketadi. Shuning uchun tana vaznini nazorat qilish kerak bo'ladi va albatta stresslarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish. Chunki ko'p holatlarda stressga tushgan insonlarda qon bosimini birdan ko'tarilib ketishi kuzatiladi va turli xil asoratlarga olib keladi.